Hozirgi kunda eng ko'p o'ylaydigan boshingni og'ritayotgan narsa. O'shani xohlayapsan, vроде o'xshyapti, vроде yo'q. Umrami? Vроде o'xshyapti, vроде yo'q. Blogimmi? Pulmi? Proyekt? Hop. Shuni hal qilsam, nimadir deyverasan, asabiylashib. Umrali. Mana shu narsa Kreditmi? kredit bo'lib qolsan. Meni hozir aytib qo'ymay lekin. O'sha narsani, как будто shu narsaga erishsang, tamomda, Ozish. hozir bo'ldingmi? O'sha narsaga erishim. Labimga gir. Вообще. Daladashda o'tlab yursan hozir. Psixologmi? Qanaqa kasbiy to'g'ri? Menga aytgizsan bu gaplarni. Nima? Sen imini Xos. Sen imini shu narsa bilan quloq miyani yevorasan. Rizom. Shuni deb darja urush janjal ham bo'lgan. Hozir. Deyin shu narsani qanchadan beri xohlayapsan, lekin nima deydi, erisha olmayapsan. iPhone 7mi? Padargina iPhone. Topdimmi? Ha. Bravo. Qarang, oxirgi o'rinda turgan ekan. Bu yil men bilan birga amalga oshirmoqchi bo'lgan eng katta niyatim. Sayohatmi? Zakariyaning eng ko'p ishlatadigan so'zi. Zakariya eng ko'p ishlatadigan. Ta. Shunaqami? Da. Boshqa so'z yo'q. O'sha joyga borganimizdan keyin qancha yillik uchmay qo'ygansan o'shandan keyin. Oldin rosa azartda uchardik mazza. Lokomotiv. Bu esimdan chiqmaydi bir umrga. Umuman tushunib qolganman. Qisqarmaning. Qisib olganman chunki